Yunusobodda joylashgan Turkiya texnologiyasida qurilgan xonadonimizni obzorini boshlaymiz. 104 kvadratli xonadonimizni bitta-bittasiga ko'rsatib chiqaman. Xo'p, kiraverish mana shunaqa xo'ldan iborat. Bu yerda chap qo'lda bo'lsa, bitta sanjilimizni ko'rib turganlaringiz. Xo'p, Turkiya texnologiyasida qurilgan juda ham mustahkam, qalin bitollar qilib, bu yerda mana kirishimizda shunday zal studiyniy, ya'ni kuxnya bilan совместно o'tkazib, katta joy, bemalol futbol o'ynab yursa ham bo'ladigan joy. Xo'p, gaz, suv, svetdan hech qanaqa muammo yo'q. Bu yerda bo'lsa, panorama oynani ortida bizani balkon kutib oladi. Xo'p, balkonni ham ko'rishingiz mumkin. Keng kattagina bemalol jigarlar bilan mazza qilib suhbatlashib o'tiradigan joyda katta kalan joy. Betonni qaranglar. Qalinligini ko'ryapsizlar. 2 qarich, 2,5 qarich. 2,5 qarich. Turkiya texnologiyasida qurilgan. O'zligi mana shunaqa chiroyli qilib bo'lishgan. Xohlasanglar o'zingizlar peredelka qo'ysalar ham bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa, kirganimizda o'ng qo'lda ota-onalar yotoqxonasi o'zini sanuzeli bilan. Sezganingizdek, bu xonadonimizda ikkita sanuzel, ikkita balkoni bor. Bu yoqda balkonga yana bitta proxod ota-onalar yotoqxonasidan, bu yoqda bo'lsa bolalar yotoqxonasidan yana bitta proxod bor. Xo'p, Engelberg oynalari ko'rib turganingizdek, termosidan qo'yilgan moshniy baqvatidan bolalar yotoqxonasidan ham sekin chiqargan bo'lsak, bu yoqda bizani bitta kattagina balkon kutib oladi. Balkonni ham ko'rishingiz mumkin. Keng, bu yerdan unumli foydalansanglar bo'ladi. Ya'ni mana shu yoqqa bitta panorama oyna qo'yib olsanglar bo'ladi yoki mana shu yerga o'tgan sal balandroq qilib, letniy kuxnya qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu ham bitta xona sifatida o'tib ketaveradi sekingina. Xo'p, endi men sizlarga adresga keladigan bo'lsam, adresimiz mana Mega Planet, Yunusobod dehqon bozori, Universal bozor, to'g'riga ketadigan bo'lsak, Ahmad Donish, bu yoqdan o'ngga ketadigan bo'lsak, 5-bolalar bolnitsasi. Bu xonadonimizga uy egalari tomonidan har bir kvadrati uchun bor yo'g'i 1000 AQSh dollaridan so'ralyapti. Aralash obzor nomidan chiqargan bo'lsanglar, yana kelishtirib beriladi. Sunnatiga o'tib beramiz. Hamma tomonlama qulay lokatsiya va o'ta mustahkam uy. Aytishingizdan chiqdi-yu. Avtoparkovkalari ham bor chigarlar. Mashina qo'yish uchun bu yoq tomonda joy. Yonidan u yoq tomonda balkonda ham joy. Bemalol hamma shart-sharoitlari bor xonadonimizni ko'rib chiqdik sizlar bilan. Bu videoni yaqinlarga tarqatib qo'yinglar. Yunusoboddan Toshkent shahari Qoq markazidan xonadon qilaman degan jigarlarga sekin jo'natib qo'yamiz. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, chiroyli qilib narxlarni ham kelishtirib o'tib beramiz. Xonadonimizni tashqaridan ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Ichkarisini hozirni ko'rsataman. Turganlarda hamma sharoit mavjud. Avtoparkovkada ham bor. Yonida ham, orqa tarafida ham. Xonadonimizning orqa tarafdan ko'rinishi, hop, balkonlarimizni ko'ryapsizlar. Birinchi etaj nijiloy, ikkinchi etajdan boshlab jiloy bo'lib ketgan. 75 ta odam uje bu yerda yashayapti. Hamma shart-sharoitlari bor. Mana shu 3-qavat bizning bino mana shu sotilyapti. Ko'rib turganlarda avtoparkovka hamma sharoitlari mavjud. Joninglar sog' bo'lsin. Aralash obzorni kuzatishda davom etinglar. Like bosib, kommentariy qoldirib, podpiska bosish sizlardan chiqmasin. Aralash obzor YouTube kanalidan uzoqlashmaydi. Hammaga manfaatli bo'ladigan videolarni qo'shishda men davom etaman. Joninglar sog' bo'lsin. Hammaga rahmat.